Məxfi uruş. Abdori Robert Spalding. 7. bab Siyasət və diplomatiya. 1. qism. Uruş degan siyasətning boshqa bir shaklda davomlashishidir. Germaniya hərbiy nazariyatchisi Karl von Clausewitz 2 asr ilgari yuqorqi so'zni aytgan bo'lib, u tilga olgan ommaviy siyosatning boshqacha atilishidir. Hərbiy olimlar odatda bu jumladagi urush va siyosat degan so'zni o'zaro ma'nodosh so'z deb ta'bir berdi. Shuning uchun siyosatni yuqorqidek mos holda urushning boshqa bir shakldagi davomlashishi deb qarashga bo'ladi. Xitoy uchun aytganda bu xil izohlash texmi o'z o'rnini topgan. Clausewitzning urush bir siyosiy harakatdir. yoki siyosiy qaror orqali g'alaba qilg'uchiga foydali bo'lgan natijaga erishishdagi vositadir degan so'zi Xitoyning qo'llanayotgan strategiyasiga butunlay mos keladi. Xitoy Kommunistik partiyasi siyosat, diplomatiya, aldamchilik qatorliq vositalarni qo'llanib, Xitoyning ta'sir kuchini qo'lga keltirdi va kengaytdi. Shundaqla o'zini urushga kirib qilishdan saqlab qoldi. Bu Sunzining harbiy ishlar dasturi va cheklimsiz urush degan 2 kitobdagi markaziy nuqtai nazar bo'lgan urushsiz g'alaba qozonish g'arzini texmi bak gavdlantirib berdi. Xitoylar xeyli burunlar bu xil harbiy taktikani nihoyatda yaxshi o'zlashtirgan bo'lib, ular urush elib kelgan ziyon va xatarni obdan tushunib yetgan. Necha ming yildan beri Xitoylar dehqonchilikqa taynib jon beqib kelgan. Urushqa mayir bo'lmagan Xitoylarning sattichin sepilini qurib chiqishimi urushdan saqlanishdan iborat. Shunglashqa Xitoylarning urush masalasini hal qilishning usuli Clausewitz o'tirg'a qo'ygan nazariyani butunlay o'zi uchun tatbiqlash hamda uni qarshisiga ishiltish bo'lib keldi. Shunglashqa Xitoylar ish qilib biz urushga yaqin kelmaymiz deyishidi. Gerçi Xitoylarning o'zini tajovuzchiga o'xshatmaydigan qiyofatda ko'rsatishi osonga to'xtamasimi? Xitoylar biz o'ylaganning aksicha siyosat va tashqi diplomatiya sohalarini urush deb qarab keldi. Shunglashqa Xitoy Kommunistik partiyasi faqat maqsadiga yetish uchun bir yurish, hiyla nayrang ishlatish, qiltaq qurish, para berish, so'dilshish qatorliq razil vositalarni qo'llanish orqali o'z maqsadini ishga oshirdi yoki uni kundalik turmushimizga tatbiqlasak, Xitoy Kommunistik partiyasining butkul strategiyasi siyosiy ta'sir kuchini oshirish, axborotga erishish, pul orqali boshqalarni setib olish qatorliq vositalarni markaz qilgan. Xitoy Kommunistik partiyasining siyosiy va diplomatik urushining yadrosi ta'sir kuch bo'lib, buningga yetish uchun 2 bosqichni besib o'tish kerak. Oldi bilan kimning eng iqtidorli ekanligini, yana eng cho'ng huquqning kimning qo'lda ekanligini bilish kerak. Ondan maqsadga yetish uchun ta'sir kuchi kuchli bo'lgan ashu kishilarning yordamini qozonish. Lekin ularni boshqalarga yordam berayotgandek emas, balki o'zi uchun ish qilayotgandek tuyg'u keltirish lozim. Boshqacha qilib aytganda, Xitoy diplomatiya siyosatida o'zi kontrol qilmoqchi bo'lgan tarafga Xitoyning razil planlariga yordam berayotganligini bildirmaslik prinsipini qo'llangan. Xitoy bu maqsadiga yetish uchun oldi bilan boshqa davlatlarning oldida o'zining qo'shnidarchilikqa ahamiyat beradigan oq ko'ngil qiyofatdagi yolg'on obrazini tiklaydi va hamma ishni faqat ko'pchilikning o'rtaq manfaati uchun qilayotganligini ta'kidlaydi. Aniqki, bu hilimekir Xitoy uchun o'ptalla qarg'a kelgan bo'lib, Xitoy taraqqiy qilayotgan davlatlarni echish uchun va'da qilgan qimmati 1 milliard 300 million Amerika dollari bo'lgan bir balvoq bir yo'l ul aslaha qurilish loyihasi intayin olqishga erishdi. Xitoy hukumati bu loyihaga tayanib butun dunyoning 3dan 2 qismida temir yo'l, tosh yo'l, dengiz porti to'ri barpo qilmoqchi bo'layotdi. Xitoy hukumati har qaysi davlatlarning xalqaroliq iqtisodiy sistemasiga kirishiga yordam qilish bahonasi bilan o'zi nishonlagan har qaysi davlatning hukumatlarini indakka keltirdi. Lekin bu loyiha amaliyotda Xitoyni bu yo'ldagi iqtisodiy sistemani kontrol qilish fursatiga ega qiladi. Shundaqla kishilarning va tovarlarning xalqaroliq iqimga tayanib o'zi ko'zlagan axborot va sonliq ma'lumotga erishtirdi.
Xitoy Kommunistik partiyasining xalqaradagi tashviqoti to'qinishmang, qarshilashmang, faqat o'rtaq manfaat uchun hamkorlashing degan hiylagarlik tashviqotidir. Xitoy hukumati Sri Lanka, Pokiston, Gretsiya va boshqa davlatlarda qilg'iniga o'xshash bizga ishining, biz sizga yordam qilayli degandek shuarlarni har yerda ko'tarib yurib, har qaysi davlatlar bilan hamkorlik o'rnatib oldi va ba'zi davlatlarning cho'nqur dengiz porti qurishiga yordamlashdi. Taraqqiy qilayotgan davlatlarning Xitoyning aldam xaltasiga tushganligini tasavvur qilish tas emas. Chunki Xitoy Kommunistik partiyasining har xil e'tibor berish loyihalari va sexilacha kirim planlarining hammasi qarmoqqa ashu davlatning iqtisodiy taraqqiyotiga yordam berayotganda ko'rinadi. Qiltaqqa ilinmoqchi bo'lgan davlatning rahbarlari Xitoyning bu darajada mardligini ko'rgandan keyin bu davlatimiz uchun foydali deyishi tabiiy. Taklif bergan Xitoy bosh elchisi bo'lsa, bundaq so'zlarga boshlanish deb moslashib berdi. Әмма bu xildagi sodalashishlar qiltaqqa tushirilgan davlat rahbarlarining qizil bo'laq qabul qilganligi va yoki boshqa nafga erishganligi sababidan kelishimga qo'shilganligi hech qachon suv yuziga chiqmaydi. Boshqalarga qilayotgan ishning o'zi uchun foydali ekanligini his qildirish Xitoyning hamkorlik o'rnatish yo'lidagi eng yaxshi chorasidir. Bu ishni har qanday saxtipaz guruhdan so'raganda o'xshash javobga erishgili bo'ladi. Xitoy Kommunistik partiyasi dushmanning oldida to'limi sipoyilik bilan o'zining ular bilan bir safda ekanligini his qildirish, tahdid selib qo'rqitib etmaslik, yumshoq so'zlash, ularga o'zini yaxshi qilib ko'rsatish va yoki ularni aldash orqali ko'z oldidagi muhim mas'uliyatni ko'rolmaydigan qilib qo'yish orqali jangda utib chiqadi. Kunimizda diplomatiya degan so'zning ma'nosi allaqachon o'zgarib ketdi. Hozirgi davrda diplomatiya degan bu so'z kishilarga so'z harakatdagi ehtiyotjonlikni, aloqadagi adab qoidani eslatadi. Lekin o'tmishda undaq emas edi. Diplomatiya degan bu narsa garchi diplomatiya amaldori tarafidan elib berilsa-mu, bu xil ahvolda bizga necha asr ilgari aytilgan muno so'zni eslatadi. Diplomat deganimiz o'z davlatining manfaati uchun chet elga yolg'on so'zlashga avatiladigan samimiy kishidir. Bu so'zni aytgan kishini diplomatiyaning go'zal obrazini yaratgan eng yaxshi vakillik shaxs deb qarashga bo'ladi. Bu so'zning egisi Henry Wottondir. Wotton shoir bo'lib 17-asrning boshlarida Venetsiyada Angliyaning bosh elchilik vazifasini o'tagan. Xitoy hukumati diplomatiyaning qo'sh pisliq aloyidligidan to'liq foydalangan bo'lib, Xitoy mumkin bo'lganligi taqdirda maxfiy harakat qilishni, ishikni ching taqab, o'z ichida maslahatlashishni, plan maslahatlarni sirtkilardan maxfiy tutishni xohlaydi. Buning aksicha, hamma ishning quyoshdek oydin bo'lishi g'arb davlatlarining nazarida qonunliq harakat elib berishning asosidir. Har qanday siyosatning shakllanishi va muzokara qilinishi cho'qim ochiq oshkora bo'lishi, taratqularda bayonot e'lon qilishi kerak. Xitoy diplomatiyasi uchun aytganda, ular bu ishlardan qo'ldan kelishicha o'zini chetga tortadi. Ayni chog'da men Amerikaning Beyjingda turishliq bosh elchixonasida harbiy amaldor bo'lish vazifasini topshirib olganimda, Xitoy amaldori meni Xitoyga munosabatlik har qanday siyosatni oshkorlashning 1 milliard 400 million Xitoyning hissiyotiga azor berganga barobar bo'ladiganligi to'g'riliq ogohlantirgan edi. Bu so'zlar to'limi kulkilik edi. Xitoyga munosabatlik diplomatik masalalarni oshkorlash qandaqsiga Xitoy xalqining hissiyotiga azor berganlik bo'lgudak. Ammo men keyincha Oqsaroy maslahatchilar birlashma komitetida xizmatga tushgunimda Xitoyga munosabatlik ommaviy siyosatlarni oshkorlay olmaslikdek bu odat butkul Amerika Federatsiya hukumatiga singib kirdi. Xitoy siyosatimizni oshkorlashga bo'lmaydi degan bu qoida Clinton hukumati davrida shakllandimi yoki Bush hukumati davrida shakllandimi bilmayman. Ammo men bu qoida o'sha vaqtlarda allaqachon mavjud bo'lib bo'lgan deb o'ylayman. Chunki ularning ayni vaqtda Xitoyga tutgan pozitsiyasi intayin maxfiy edi. Lekin men vazifa o'tagan mezgilda Obama hukumatining munosabatlik cheklashlari haqiqatan aniq bo'lib,
Xitayning tishiga tegib qo'yishdan saqlanish uchun Xitoyga munosabatlik strategiyalarni oshkor e'lon qilishga bo'lmaydi. Chunki ikki davlat munosabatining taraqqiyoti cho'ng ko'lamdagi savdo munosabatiga chetishlik edi. Ular bunday qilishning sababini izohlab, Xitoy bilan Amerika dunyodagi eng kuchli davlat. Ikki davlat cho'qim do'stona hamkorlashib, Shimoliy Koreya masalasi va yer sharining isib ketishi qatorliq asosliq dunyoviy masalalarni hal qilishi kerak deydi. Amerikaning bu xil pozitsiyasi Xitoy mushu masalalarni hal qilmoqchi degan bema'ni tushunchadan kelgan. Holbuki ahvol bundaq emas. Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Un Xitoy mangdisi mengib, turdisi turadigan qo'rchoq raisdir. Xitoy Kim Jong Unning talvilacha diktatorlik qilishini xohlaydi va uni talvilik qilishga kuch kiritib qo'yib, xalqaro jamoatchilikning o'zlariga tikiladigan nazarini burib etishni orzulaydi. Mening bu so'zlarim hargizmi mubolag'a emas. Mo'ljallanishcha taxminan 50 ming Shimoliy Koreyalik Xitoylar ochgan zavodlarda ishlaydigan bo'lib, bu kishilar Shimoliy Koreya iqtisodining asosliq turiki hisoblanadi. Kim Jong Un Shimoliy Koreyaning vayron bo'lishiga va xalqaro embargoga qaramay qit'alar aro boshqariladigan bomba yasab chiqmoqchi bo'lganda, kim uning kaynida turib uni qo'lladi? Azroq logikalik tafakkur qilsaqlar, kimning balo qazoning parniki bo'lib berayotganligini bilalaymiz. Muhit asrash va yer sharining isib ketishi masalasiga kelsak, Xitoy butun dunyodagi dengiz bo'yi rayonlarda g'oyat zo'r ko'lamlik qonunsiz baliq tutish bilan shug'ullanib, dunyodagi har qaysi davlatlarning baliqchilik sohasi uchun mislsiz ziyonlarni keltirib chiqardi. Xitoyning baliqchilari boshqa davlatlarning dengiz tavalliklarida naq mol bilan qo'lga tushib sharmanda bo'lganda, Xitoy bu xil ahvolning yuz berganligini rad qildi yoki rad qilishga amalsiz qolganda, bu jihatdagi hushyorlikni oshirdiganligini jakarlab qo'yib, atisidan boshlab baliqchilik kemalarini yana yiroq okeanlarga qo'yib Shuningdek, Xitoy dunyo bo'yicha atmosferani hammadan bak bulg'aydigan davlat bo'lib, dunyodagi boshqa har qanday davlatlarga qaraganda havoga hammadan ko'p karbon 4 oksid qo'yib beradi. Shundaq bo'lishi qaramay Xitoy bu jihatda yanala xalqaro qonun tuzumning jazosiga uchramay keldi. Xitoy hökumatining tilga olgudak yaxshi qilgan bir ishi Rossiyaga o'xshash atrofidagi qo'shni davlatlarga issiqlik elektr stansiyasi qurib, ondan xalqning davlati ishlab chiqargan tokni o'z davlatiga qaytarib kelish bo'ldi. Bundaq bo'lganda Xitoyning karbon qo'yib berish miqdori bir oz bo'lsa-mu tuvallaydi. Lekin bu amaliyotda o'zining masalasini boshqa davlatlarga ishtirib qo'yganlikdan boshqa narsa emas. Bu ahvolda atmosferadagi karbon 4 oksidining qo'yuqligi yanada tuvallamaydigan bo'lib, uning haqiqiy mas'uli yanada Xitoy. Uning ustiga bu jihatdagi ahvol kunsiri nacharlashmoqda. Xitoy hukumatining karbon 4 oksid qo'yib berishdagi hiyla mekrlari kishilarga uning ikki yuzlimchi diplomatiyasining ikkinchi tarafi bo'lgan aldamchilikni ko'rsatib berdi. Xitoy diplomatlari naiti güzel yolg'on obrazlarni yaratishga, o'zini oq ko'ngil qilib ko'rsatishga, yog'limi gapga naiti usta. Ular yana o'zlarini sehi va saxovatchi qilib ko'rsatish uchun hashamatlik yig'in va ziyofatlarni o'tkazishga to'liq moyir. Lekin bularning hammasi maqsadlik o'ttirg'i chiqadigan ishlar bo'lib, buningdagi maqsad başqalarning diqqatini burash, saxta obraz yaratish, ab tapsila, yolg'on so'zlash, qarshi tarafning gumonini, hushyorligini va kishilarning qarshi fikrini azaytishdan iborat. Ruslar bir tarafdan boshqa davlatlarni parchalash va milliy ziddiyatlarni qo'zg'ash jarayonida qurollarni ochiq-oshkora atomlashtirganda, Xitoy xalqarada yuqorqidek hili nayrang orqali xalqaro jamiyatni o'z qilmishlarini bayqab yetolmaydigan holga keltirib qo'ydi. Xitoyning har qanday plan, strategiyasi boshdan oxir maxfiy ilib beriladi. Xitoyning maxfiy ishlari qaror sifatida ijro qilinishga boshlaganda, qaror ma'qullanib, plan yo'lga qo'yilib bo'lgandan keyin ondan tashqi dunyo xabar topadi. Bir yo'ruq, bir qorong'udan iborat bu xil usul xalqarada boshqa davlatlarga ta'sir ko'rsatishning ikki xil usuli bo'lib, amaliyotda ikkisila bir vaqtda elib beriladi.
Rusning harakati bo'lsa, faqat diqqatni burib etish uchun bo'lsa, Xitoy allburun xalqaro jamiyatning diqqati o'ziga markazlashishdan burunqi fursatdan foydalanib, asta-asta orqa eshikdan oladiganini elib qechib bo'lgan. Xitoy Kommunistik partiyasining xalqarada ishqa selayotgan sanab tugatkisiz taktikalarni diplomatiya emas, balki banditlik desak ortiq ketmaydi. Xitoy Kommunistik partiyasi o'zining maqsadiga yetish uchun vosita tanlamaydi. Xitoy Kommunistik partiyasi chet el hukumatlari va shirkatlari, shundaqla axborot kanallari, diniy guruhlar, akademiklar va kishilik huquq tashkilotlariga bo'lgan kontrollikni va ta'sirini kuchaytirish uchun eng ushoq tafsilotlargacha to'liq bilan planlab, shu bo'yicha harakat qiladi. Hatto uning ojiz puhrolarimi Xitoydan qechib qutulolmaydi. Әпсілінарлықы шуки, xalqmu bundaq bozaq qilishqa ko'p uchrab, ko'nib ketganlikdan Xitoyning qilmishlari ular uchun hayron qolarliq emas. Xitoy Kommunistik partiyasining diplomatlari va lobbichilar vakillik qiladigan Xitoy hukumati bo'lsa, xalqaro savdo qonuni, bilim mulk huquqi, muhit asrash qonuni, yemaklik va zaharlik chekimlikni kontrol qilish qonuni qatorliqlarni azaldan ko'zga ilmaydi. Bәрбір Xitoyni qilmishlaridan cheklayalaydigan kuch bo'lmaganlikdan Xitoy o'zi bag, o'zi xon bo'lib, xohlaganini qiladi. Cheklimsiz urushning abdori Chaoliang Xitoyning strategiyasi haqida tushuncha berganda, cheklimsiz urushning birinchi prinsip va qonun tuzum to'nimaslik degan so'zi Xitoyning mohiyatini nihoyat yaxshi aks ettirib berdi. Ta'sirdorlarga ta'sir ko'rsatish. Xitoy hukumati odatda diplomatik usullar orqali boshqa davlatlarga ta'sir ko'rsatish jihatda tövandagidek ikki kozirdan foydalanishga bakmi moyir. Birinchisi Xitoy bozoriga kirish, ikkinchisi bu bozordagi uzluksiz tapovat. Amerikada Xitoy bozoriga kirishdan iborat bu kozir har yili takror qo'llaniladi. Kitobimning oldingi boblaridami qayd qilingandek, Xitoy ilgirmi mushu hunarni ishqa silib, Wol ko'chisini va turkumlagan mablag' solg'uvchilarni indakka keltirgan. Natijada ular birdak Xitoyga berib qattiq beyib ketish tushini ko'rishgan edi. Lekin Xitoy hukumati chet el shirkatlarining tapovitini Xitoydan elib chiqib ketishga yo'l qo'ymagan siri ularning beyish orzusi mangu tushbetdi qilaverdi. Xitoy faqat istixborotga, texnikaga va ta'sir kuchga erishmoqchi bo'lgandila, ondan Amerikaga zo'r miqdorda mablag' selishi mumkin. Xitoy diplomatiya ministrligi qo'lidagi bu ikki kozirdan unumli foydalanish uchun barliq vazifalarni, huquq ta'sirdorlarni tepish, ondan ularga ta'sir ko'rsatishdan iborat ikki bosqichga yig'inchoqlagan. Albatta bu oddiy prinsip nurg'un istixborot va anti-istixborot doiralarining josuslarni tarbiyalash prinsipidan ancha farqlanmaydi. Xitoy Kompartiyasiga nisbatan amaliy siyosiy huquqqa ega kishilar va yoki tadbir belgilaguchilar uchun aql ko'rsatadiganlar ko'ngildagidek ta'sir ko'rsatish nishonlaridir. Xitoy diplomatiya doiralari qo'l soldiganlarning darajasi eng yuqori bo'lganda prezident, bosh ministr, ichki kabinet a'zosi qatorliqlar bo'ladi. Amerikada Xitoy Kompartiyasi tarafidan bu xil vazifalarni ijro qilishga avatilganlarning salohiyati xilma-xil bo'lib, ularning orasida savdogarlarmi, muxbirlarmi, o'quvchilarmi, harbiy amaldorlarmi, shundaqla Washingtondagi yoki Nyu-Yorkdagi Xitoy elchixonasining xodimlari bor. Ular parlament a'zosi, davlat majlisi a'zosi, harbiy amaldorlar qatorliqlarni nishonlaydi. Lekin ular bu nishonlarga yiqilish uchun mazkur nishonlarning atrofidagi kishilarga, masalan, parlament a'zolarining ayollariga, hatto parlament a'zolarining ayollarining qo'l ostidagi xodimlariga yiqilishi mumkin. Yoki sobiq muavin prezident Baydenning misolidagidek uning o'g'liga yiqilishi mumkin. Zo'r ta'sir kuchiga ega siyosatchilarni indakka keltirish uchun cho'qim ikki tarafning yuz ko'rishishiga sharoit hozirlash kerak. Bu nuqta intayin muhim. Bu xil ko'rishishlar dastlabida yig'inga yoki ziyofatga taklif qilish va yoki Xitoy Kompartiyasi bilan birlikda plan tuzish tashabbusni o'tirg'a qo'yish shaklida bo'lishi mumkin.
Bu qadamdan boshlab ikki taraf orasida tadrijiy munosabat shakllanadi va oxirida hamkorlik loyihasi bekitiladi. Gayda Xitoyning muavin prezidenti Baydenning o'g'li Hunter Baydenning xavfdan saqlanish fondiga 1 milliard dollar mablag' solg'iniga o'xshash. Bu xil indakka keltirish urinishlari intayin ochiq-oshkora ilib beriladi. Xitoy hukumati indakka keltirishni o'ylaydigan Amerika siyosatchilari to'limi ko'p. Masalan, Kengash palatasining 100 nafar palata a'zosi, Avam palatasidagi 435 nafar palata a'zosi degandek. Gerçi bularning har birining sababi farqli bo'lsa-mu, lekin ularning hammasi pul tepishga va chet el bozoriga kirishga intayin qiziqadi. Davomi bor. İnglizcedən Hikmətyar İbrahim tərcüm qıyğan. Mənbə Uyğurlar Tor jurnalının 18-ci sanıdan elindi.